Tavsiyelerimizi devamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Vaziyet ciddileşti, biz hem ciddileştik. Bugün çiğsak 2019 8. ayının 15. günü haftiga Perşembe mavzumunda. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palatası Başlığı Nancy Pelosi Hanım bayanat e'lon qildi. Shangang Hong Kong xalqiga qartilgan zo'ravonlikning yuqori o'rlaganligiga norozilik bildirdi. Mavzuli xabar 8. ayning 14. gün Amerika ovozining Xitoycha programmasi e'lon qilindi. Xabar shunday boshlanadi. Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi Hanım Shangang yana Hong Kong xalqi qartilgan zo'ravonlikning o'rlayotganligi to'g'risida bayanat e'lon qildi. Bayanatning to'liq tekshirtirilganicha 10 haftadan beri Shangang Hong Kong xalqi butun dunyo xalqiga ilhom berib, botirlik ulama qattiq irodasi bo'yicha erkinlik, adolat uchun va'da bergan kishilarning va'dasiga asoslanib haqiqiy ma'noda o'zi boshqarish uchun kurash qilib keldi. Shangang ma'muriyat boshlig'i va qonun chiqarish komiteti xatarlik o'tkazib berish qonun loyihasini darhol chekindirib, soqchi tarafning zo'ravonligini tekshirib, oxirlashtirib, umumiy saylovni yo'lga qo'yish kerak. Shu orqali Shangang xalqining qonunlik, demokratik talablariga eng oxir atrofli javob qaytarishi kerak. Albatta bular bir davlatda ikki xil tuzum bo'yicha kafolatlantirilgan edi. Bayonotda mundaq deyildi: O'zliksiz o'rlayotgan zo'ravonlar Shangangda norozilik namoyish elib borg'uvchilarga qatlam qurol kuchi ishlatishdi. Kishilar cho'chishga boshladi. Beijing press Shangang ma'muriyat boshlig'i va Shangang Hong Kong soqchi kuchlari namoyishchilar hujum qilishda darhol to'xtatish kerak. O'zining xalqiga qalaymaqon huquq ishlatishni darhol to'xtatish kerak. Biz Prezident Trumpning Shangang Hong Kong to'g'risida yaqindan beri so'zlagan ba'zi so'zlarni chekintirishiga yetakchilik qilamiz. Biz Prezident Trumpning so'zlagan so'zni sizlarga yetkazmagan edik. Uningda bir jumla bor. Shangang xalqi hozir to'polon ko'tardi degandek bir gapni qilgan hozir bu yerda Nancy Pelosi xonim nima deydi? Biz Prezident Trumpning Shangang yana Hong Kong to'g'risida yaqindan beri so'zlagan ba'zi so'zlarni chekintirishiga haydakchilik qilamiz. Bu so'zlar xato hukm qilishga olib boradi. Biz ham Prezidentning Shangangda, Hong Kongda tinchlikni, adolatni va demokratiyani ishga oshirishga tirishchilik ko'rsatishiga haydakchilik qilamiz. Nancy Pelosi xonimning bayonoti jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida Demokratlar Partiyasi va Cumhuriyetçiler Partiyasining a'zolari davomli Shangang Hong Kong xalqi bilan ittifoqlashib, birdak bo'lib, umidga to'lib toshgan erkin va demokratik Shangangning kelgusi bo'lishini umid qilamiz. Balki bular ham Shangang Hong Kong xalqining huquqidir. Keyingi bir necha hafta ichida biz Davlat Majlisida ikki palata va ikki partiya a'zolari Shangang yana Hong Kongda kishilik huquq va demokratik qonunlar to'g'risida Beijingning bostirishlari oldida demokratiya, kishilik huquq, qonun bilan boshqarish uchun kuch chiqarib, Shangang Hong Kong soqchilariga huquq yetkazib berishni va kishilarni kontrol qiladigan uskunalarni yetkazib berishni cheklaymiz. Agar Amerika savdo manfaatlari uchun Jungoda yuz berayotgan kishilik huquq masalalariga ovoz chiqarmaydigan bo'lsa,
Başka joylarda mı kişilik hukuk meseleleri bo'yicha sadaqay turishdan iborat axloqiy nopozimizni yo'qotib qo'yamiz. Şuna bu sözü Nancy Pelosi hanım iki qatim takrorlandi vatandaş. 50'ki yarı bir xabar. Sabık Devlet İşler Katibi Hillary Clinton hanım Shanghai Hong Kong namoyishchilarini qo'lladı. Jungo Tashqi ishlar Ministerligi hayajon bilan javob qaytardi. Mavzuli xabar 8 ayning 14-kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Shanghayda namoyishchilar bilan saqchilar o'rtasida to'qinish o'zliksiz keskinlashayotgan bir paytda Sobiq Davlat ishlar kotibi Hillary xonim ifoda bildirdi. O Tibetda fikr qoldirib, mundaq dedi. Shanghai Hong Kong xalqini barliq kishilarning qo'llashini umid qilaman. Chunki ular ko'krak kirib chiqib qarshilik ko'rsatdi. Demokratiya uchun bostirishdan xalos bo'lgan erkinlik uchun va ular ko'rib beqishni xohlaydigan bir dunyo uchun kurash qildi. Hillary xonimning so'zlari darhol Jungo diplomatlarining hujumiga uchradi. Amerika siyosiy yo'llari o'zlarining manfaati uchun tap tortmasdan chekidan oshgan zo'ravon unsurlarni qovdug'uchi bo'lib fikr qildi. 7 million Shanghai xalqini o'z ichiga olgan Jungo xalqi bir og'iz bilan aytdi. Hillary Clinton xonim yuqoridek dedi, oxirdagisi Jungo diplomatlarining fikr qaytarishi bo'lib hisoblanadi.